Avvalambor assalomu alaykum. Tez safargi videomda ko'rdim. Juda ham ko'pchilik kommentariyada xonani ichini ko'rsating degan ma'noda kommentariya qoldirishibdi. Xo'p, bugun sizlarga ko'rsataman. Bu xona обязательно juda ham ausbildungslar uchun juda ham chiroyli xona qilishgan Germaniyada. Bu ya'ni juda ham katta xona. Bu yerda hamma sharoitlar bor. Shkaf, stol, stul, отдельный обязательно katta kravat beriladi sizga. O'zingizga moslab hammasini moslashtirib olasiz, o'zingiz tabingizga qarab va самый главный bu yerda plyus tarafi tualet, vanna отдельный bo'ladi, faqat kuxnya общий bo'ladi. Ya'ni bu xonada hozir ko'rib turgan narsalarni hammasini o'zim to'ldirganman. Bu xona sizga bo'm-bo'sh beriladi. O'zingiz hamma narsani to'ldirib olasiz. Ya'ni bu degani sizga shkaf, stol, stul, kravat beriladi. И обязательно отопление bor, это самый главный. Так, bu hojatxona, buni oxirigacha ko'rishingiz shart emas menimcha. Bu xona narxiga qiziqadigan bo'lsa, kommentariyada price degan so'zni qoldiring va sizlarga men yana video tayyorlab beraman.